oqshom, azizlar, assalomu alaykum. Toshkent telekanalining qadrli muxlislari. Ko'ngilga taskin beruvchi, qaysidir muammolaringizga yechim bo'luvchi yoki bo'lmasam dardingizga malham bo'luvchi Taskin jonli loyihasi yana efirda. Va bugun ham studiyamizga malakali psixologni taklif etganmiz. Talab va istaklariga binoan Dilafurson Abdutalipova tashrif buyurganlar. Qandaydir savollaringiz bor bo'lsa, oilaviy mavzuda yoki bo'lmasam boshqa bir mavzularda muammolar bor bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 71 kodi bilan 244 0141 raqam va albatta bu raqamlar ekranlaringizda ham paydo bo'ladi. Bir necha soniyalardan so'ng albatta bizga qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda mavjud. Va bugungi mavzuyimiz albatta e'lon qilaman, o'z-o'zini qadrlash, ya'ni ichki baho haqida biz Dilafurson bilan suhbatlashamiz. Dastlab o'zi samootsyenka bu o'zi nima? Mana shu atama haqida biroz fikr bildirsangiz. Avvalo taklif uchun rahmat. Samootsyenka bu aslida olganda bu yo'q narsa, ya'ni insonni baholash qanday to'g'ri? Qanday miqdorgami, nimaga baholasiz? Har bitta inson individual deydi ruschasiga, ya'ni kimdir mevaga olsangiz, kimdir shaftoli, kimdir olma, kimdir uzum, xuddi shunday, kimdir atirgul, kimdir romashka, qanday insonni baholash mumkin. Lekin baribir ham insonlar shuni hozir ommaviy bo'lgan samootsyenkam past, maslahat bering, uni ko'tarish uchun nima qilishim kerak? Ayollardan ko'p keladigan savollar mana shu. Shuning uchun baribir ham shu narsaga ko'pincha taqalamiz. Xo'p, o'z ichki baho va ichki ishonchni shakllantirish qayerdan va qachondan boshlanadi? Menimcha qiziq savol. Ichki baho bu bolalikdan shakllanadi, ya'ni bolacha agar ota-onadan ko'p qadrsizlantirilgan bo'lsa, endi biz uydagi ish muammolar bilan o'ralashib qolib, bolajoningiz chizib kelgan rasmni ham bor yaxshi deyishingiz mumkin-da. E'tibor qaratmaysiz yoki qo'shilma, jim tur, ya'ni bola nimadir o'zini shaxs deb bilyapti. Ana o'sha yerda o'sha meni o'rnim yo'q, meni eshitishmaydi yoki men shunday rasmni chizib keldim, onam biroz maqtab qo'ymadi. Ya'ni o'sha bola o'ziga bo'lgan ishonchi pasayadi. Albatta pasayishni boshlaydi. Ya'ni bu samootsyenka emas, o'ziga bo'lgan ishonch desam to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday. Xo'p, mayli. Shunday ayol kishilar borki, irodasi juda ham kuchli. Siz aytayotgani o'ziga ishonchi baland, lekin turmushga chiqib, oilaviy muammolar yoki o'sha turmush o'rtog'i bilan kelishmovchiliklar natijasida sekin astalik bilan mana shu ishonch yo'q bo'lib ketishi mumkinmi? Albatta mumkin. Bo'lishi ham, bunday ham bo'lishi mumkin. Ayol kishi yillar o'tadi, turmushga chiqqandan keyin mas'uliyat katta bizada va tug'ruqdan keyin ko'pincha ana shu biz aytishga o'rgangan samootsyenka tushadi ozgina. Ayol kishi tug'adi, ya'ni bolachani dunyoga keltirgandan keyin homiladorlik davrida albatta bolaga quvvat kerak bo'ladi. Onaning bor quvvatidan oziqlanadi. Bu yerda soch to'kilishlar, hatto tish to'kilishlar bo'lishi mumkin, vazn yig'ishi mumkin. Shunda ayol kishini o'ziga bo'lgan samootsyenkasi, ana shu o'ziga bo'lgan ishonchi pastga tushishi mumkin. Ya'ni o'zini solishtirishni boshlaydi, xunukman deb o'ylaydi. Mana shu joyda yaqinlarini, ayniqsa turmush o'rtog'ining qo'llab-quvvatlashi kerak. Men sen yoningdaman, sen go'zalsan, har qanday ko'rishda seni qabul qilaman, seni, ya'ni ikki og'iz shirin so'zi, ya'ni ayol kishini sen go'zalsan degan eri tomonidan aytilgan so'zi juda ham muhim. Mana shu jarayonlar orqali o'sha ayol kishini ruhiy salomatligiga qanday ta'sir qilishi mumkin? U mana shu ruhiyatidan chiqib keta oladimi? Chiqib keta oladi. Albatta chiqib keta oladi. Bu o'tadigan davr. Ya'ni ko'pincha aytiladi, poslerodavoy depressiya deydi. Ya'ni tug'ruqdan keyin ayol kishi bu bola dunyoga kelgandan keyin 3 oydan keyin ayol kishi tushkun ahvolda bo'lib qoladi. Ya'ni o'zini xunuk deb o'ylaydi, lekin bu o'tadigan davr. Ayol kishi albatta yana vaznni o'ziga qaytishi mumkin. Bu sport bilan shug'ullansa-da, o'ziga e'tibor, tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratsa, albatta hamma narsasi, ya'ni ruhiyati ham joyiga keladi. Bu o'tadigan davr, qo'rqinchlik davri emas.
Tushunarli. Dilafruzxon, yuqorida shunday fikrni aytdingiz, aynan o'sha mana shu jarayonda ayoli kishini qo'llab-quvvatlaydigan inson uni turmush o'rtog'i. Keling, mana shu narsaga real qaraylik. Hamma turmush o'rtoqlar ham unday emas. Birinchidan ish bilan band bo'ladi, vaqt ajratishi kam bo'lishi mumkin, ikki og'iz shirin so'zni aytishga iymanadigan insonlar ham bo'ladi yoki aytgisi kelmaydigan insonlar ham bo'ladi. Lekin mana shu jarayonda u ayol kishi qayerdan o'zini mana shu jarayonda energiyani qayerdan olishi kerak? O'ziga bo'lgan ishonchni yana qaytadan qayerdan uyg'otishi mumkin? Nima qilishi kerak? O'ziga bo'lgan ishonchni qaytadan uyg'otish uchun bir ikkita texnikalar bor. Ya'ni biz psixologlar ko'pincha texnikalar yozma ravishda beramiz. Bitta qog'ozni olib, mening bu kungacha bo'lgan yutuqlarim. Biz yutuq deganda faqat diplom, qizi medal yo'q. Sizni shirin taom pishirishingiz ham sizning yutug'ingiz. Bolalikdan bog'cha, maktab, institut, kollej qayerda qanday yutuqlarga erishgansiz? Mana shuni yozib chiqing. 50 talab, 100 talab. Shunaqangi bilasizki, voy, men shuncha narsa qo'limdan kelar ekan-ku, qanday ajoyib insonman. Keyingi varaqqa esa menga nimalar uchun minnatdor bo'lishgan. Ya'ni men kimlarga yaxshilik qilganman. Ko'pincha buni unutib yoramiz. Kimlar menga o'ylab qolasiz, haqiqatan bu insonga yordam bergan ekanman, bu insonga yordam bergan. Bu ham mana shu samotsenkani yuqori darajada oshirib beradi. Va oddiy texnikalardan bittasi bu oynaga qarab o'zini maqtash. Buni ko'pchilik biladi, lekin buni samimiy bo'lsangiz ishlaydi. Ya'ni siz oynaga qarang va o'zingizda eng chiroyli, hech kimda o'xshamagan jihatingizni toping va maqtang ana shu jihatning. Bu albatta ishlaydi. Chunki siz o'zingizni qanday his qilsangiz, qaysi darajada his qilsangiz, boshqalar buni sizga aks ettiradi. Agar albatta men xunukman, ya'ni nimalardir o'ylab olgan bo'lsangiz, o'zingiz haqingizda boshqalar buni sizga bildirib turadi. Hatto bu tashqi ko'rinishga ham uncha kerak, tashqi ko'rinish kerak. Birinchi sizni ko'rgan odam birinchi tashqi ko'rinishingizga baho beradi, keyin gaplashib, qalb go'zalligiga, ya'ni ilmingizga, bir nimalaringizga bilishi mumkin. Lekin shunday insonlar bor, gaplashsangiz shunaqangi magnit kabi tortadiki, aytasizki, voy, boshqa inson ekan. Shunday insonlar ham bor. Inson o'ziga rom etib qo'yadi. Albatta, mana shu samotsenkasi yuqori insonlar, ya'ni o'rta insonlar, yuqorilari ham bor. Bu norma emas. Bu norma emas. Yo'q. Keling, mana shu norma emasligi haqida reklamadan so'ng suhbatlashsak. Xo'p. Azizlar, bizda hozir qisqa reklama. Marhamat. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga provokot berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokod bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Shirin iste'molchilarning birinchi raqamli tanlovidir. Tekshirib ko'ramizmi? Shirin. Har bir uyda shirin. Allergiya qiynab yubordimi? LCET allergiyani qo'zg'atuvchi gistamin ajralishini bloklaydi va allergiya alomatlaridan xalos bo'lishga yordam beradi. LCET allergiyaga sizning javobingiz. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Azizlar, siz jonli tarzda taqdim etilayotgan taskin loyihasini tomosha qilyapsiz. Biz bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Rejissyorimizdan iltimos qilamiz, telefon raqamlarimizni ekranlarga olib chiqsangiz. Rahmat kattakon. Demak, 244 01 41 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda bor. Dilafruzxon, demak, reklamadan avval aytdingizki, o'sha insonni o'ziga beradigan bahosi juda ham yuqori bo'lsa, bu norma emas. Bu unda nima? Kasallikmi yoki? Aslo kasallik emas. Lekin samotsenka, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch 3 ga bo'linadi. Past, o'rta, ya'ni adekvatniy deydi, o'rta va yuqori.
Past deganda ana shu biz aytganimizdek ayol o'zini xunuk deb bo'lishi, boshqalar bilan solishtirishi, bolalikdan uni eshitishmagan, xafa qilishgan, o'zidan qoniqmaslik. Albatta, o'zini yomon deb bilib qolgan. Hech qaysi ota-ona bolasiga yomonlik tilamaydi. Albatta. Yuqori esa yuqori insonlar bu har ego deydi, ya'ni egoizm deydi-ku, ego bilan samotsenkani farqi bor. Xo'p, unda farqini tushuntirib bering bo'lmasam dastlab? Samotsenka mani yuqori bo'lishi kerak ekan. Bu o'ziga bo'lgan ishonch ekanda, ba'zida egoizmni kuchaytirib olsangiz, ya'ni har qanday vaziyatda ham boshqalarni kamsitib, ko'rinishini, bilimini, hatto mansabingizdan foydalanishingiz mumkin. Yoki bunday insonlar pul bilan ta'minlab ham keyin yuzingizga sizni pastroq ekanligingizni solishi. Mana shunday. Bu yuqori egoizm, ya'ni egoni asl ma'nosi man degani, ya'ni lug'aviy ma'nosi man. Ya'ni u faqat o'zini tan olishlarini, uni maqtashlarini xohlaydi. Yo'q, norma, o'rta samotsenka bu boshqalarning yutug'ini ko'ra olish, nafaqat o'zini. Boshqalar bilan o'zini solishtirmaslik, o'z fikriga ega, yo'q deya oladigan, ba'zi joyda hatto uzr so'raladigan, kattami, kichikmi, uzr so'ray oladigan insonlar hisoblanadi. Egosi yuqori, ya'ni samotsenkasi yuqori inson hech qachon uzr so'ramaydi. U doim sizni aybdor qiladi. Har qanday vaziyatda siz aybdor bo'lib chiqasiz va eng qizig'i ishonasiz ham. U sabablar bilan keltirib beradi. Va mana shu holatni albatta u o'zi sezmaydi. Sezmaydi. Lekin mana shu jarayonda bundan qutulishning imkoniyati bormi? Bor. Yoki psixologga borishi kerakmi? Bo'lishi mumkin, qandaydir etapda hayotda krizis davrlari bor, etapda o'zi tushunib qoladi va asta-sekin mana shu egosi pasayadi. Insonni ruhiyatiga ham bog'liq bu narsa. Mana shu yuqori samotsenkada tagida xafa bo'lgan bolakay bor. Ruhiyatida. U o'sha bolakayni yashirish uchun har qanday vaziyatda men zo'rman, meni ulug'lang degan holatni beradi. Lekin Dilafruz, mana ijtimoiy tarmoqlarda psixologlar juda ham faollar. Ularni agarda kuzatadigan bo'lsak, ayollarimizga siz meningizni birinchi o'ringa qo'ying degan fikrlarni aytishadi. Va mana shu jarayonni ayollarimiz esa noto'g'ri tushunib qolishyapti. Siz aytgandek, o'sha ko'p narsani talab qilib yuborishyapti-da. Siz bunga qanday qaraysiz? Mana shu yuqori, ya'ni men sog'lom emas. Aslida samotsenka sog'lom va sog'lom emas bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu nosog'lom. Agar siz o'zingizni, meningizni qo'ying, birinchi o'zingizni seving. Bu gapni ham hammaga aytib bo'lmaydi. Agar kimlarga aytib bo'ladi va kimlarga aytib bo'lmaydi? Ba'zi insonlarga o'zingizni seving desangiz, u shundoq ham o'zini sevadi, aytganini qildiradi, qanday bo'lsa ham o'sha inson ba'zi xato qiladi, shuni boshqalarni xafa qilib bo'lsa ham o'zinikini o'tkazayotgan bo'lsa, lekin psixolog unga o'zingizni seving desa, men to'g'ri yo'lda ekanman deydi. Misol, o'zingizni seving deb ozgina ruhiyati tushgan, ana shu depressiyadagi ayollar bo'lishi mumkin. Tug'ruqdan keyingi ayollar, ana o'sha ayollarning ruhiyatini ko'tarish uchun o'zingizni seving deb aytishingiz mumkin. O'zi aslida inson o'zini sevishi umuman bir boshqa bir olam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni psixolog sifatida sizning fikringiz. O'zini sevish bu degani kimnidir xafa qilish yoki meni boshqalar bilan ishim bo'lish kerak emas. Hatto shunday eshitganmanki, men endi o'zimni sevaman, uyimdagi ishlarni ham qilmasligim kerak ekan degan ayollarni eshitganman, ba'zi ayollar. Bu norma emas. Ayol kishi baribir ham siz oilaga javob berasiz, erkak kishi ta'minotga, siz uydagi ro'zg'orga, saramjon sarishtalikka, bolalar tarbiyasiga ayol javob beradi. 80% ayol bu narsaga mas'ul. Qanday endi o'zingizni seving deb uyingizni yig'ishtirmasangiz, menimcha bu etika, estetika ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu balans bo'lishi kerak. Xo'p, balans bo'lishi kerak. Shunday savol tug'ildi. Xo'p, er xotin o'rtasida erni siz aytayotgan o'sha o'ziga bo'lgan ishonchi, bahosi, samotsenkasi juda ham yuqori bo'lsa, ayol kishi qiynalib qolmaydimi? Qiynaladi. Ya'ni boya aytdik, nosog'lom. Ular qanday yo'l tutishi kerak? Erlar bilan qanday munosabatda bo'lishlari kerak?
boyaga aytganim, agar erkak kishi samootsyenkasi yuqori, ya'ni egoizmga olib kelayotgan bo'lsa, bunday eng qizig'i bunday erkak kishi bilan ham yashasa bo'ladi. Uni maqtasangiz sizni aytganingizni qiladi. Unga shu kerak-da, unga mana shu kerak. Uni maqtab, siz zo'rsiz, qarang, voy, u hamma aytib, siz uni zo'rligini tan olsangiz bo'ladi. Даже psixologiyada buni narsistlar deyiladi. Ya'ni faqat meni tan olinglar, meni chiroylimni, meni ishimni qilgan harakatlarimni, ularni maqtab, o'z ishlaringizni bitirishingiz ham mumkin. Tushunarli. Xo'p, yana shunday toifadagi ayollar borki, qarasangiz ko'rib ko'zingiz quvnaydi, lekin o'zlari baribirga ham mana shu chiroydan o'zlari uchun xuddiki go'yo tatimayotgandek va kosmetolog huzuriga yugurib boradiganlar ko'p. Hali kosmetologga borib u yog'ini to'g'irlaydi, yuziga bu yo boshqa bir muolajalarni qilishni boshlashadi. Bularni ruhiyatida nima o'zgarish bo'lyapti? Bunday ayollar nimaga muhtoj bo'lyapti? Nima uchun bunday qilishadi? Birinchi bo'lib, kosmetologga borish bu norma, bu yaxshi. Aslida ayol kishi o'ziga qarashi, e'tiborli bo'lishi, lekin me'yordan ortiq murojaat qilishi-chi? Agar me'yordan ortib ketayotgan bo'lsa, demak, ayol kishi boyaga aytgandingiz, o'ziga bo'lgan ishonchi past. Samootsyenka past, o'ylaydiki, etimni ishirsam, betimni to'g'irlasam, bu narsa qoplanib ketadi. Aslida bu ichidagi holat. Bitta inson mana bo'rttirib, kosmetologlar hozir fillerlar qilishadi, bo'rttirib qilingandan keyin kimdir yarashmabdi desa, bo'ldi, 3 kun holati. Chunki uni ichidagi o'ziga bo'lgan hissiyoti past. Men yomonman, men xunukman degan buni ichidagi fikri bor. U konfetni aytamiz, obloshkasiga urg'u beraveradi. Yaltiroq obloshka qilaveradi. Ichi chirigan konfet bo'lishi mumkin. Ichi. O'shaning uchun avvalo ichki holatimni men shundoq ham yaxshiman. Xuddiki har bitta inson aslida mo'jiza. Ruschasiga aytishadi, отпечаток пальца, ya'ni barmoq izlaridek hech kim bir-biriga o'xshamaydi. Har bitta insonning kuchli tarafi bor. Har bitta insonni bu bo'lishi mumkin da pazanda, bu bo'lishi mumkin da shirin so'z. Mana ishingiz tilingiz bilan nimadir bitirib ketasiz. Mana har bitta insonning o'zini hech kimga o'xshamagan kuchli tarafi va mana shunday jihatlari bor. Lekin insonlar, ayniqsa ayol kishiga bog'liq, ko'pincha erkak kishi o'zini ko'plari yaxshi ko'radi, boricha qabul qiladi. Ayol kishi negadir ham solishtiruv ko'payib ketgan oxirgi vaqt, internetda solishtiruv, balki boshqa ayollar bilan ideal qomat, ideal tashqi ko'rinish yo'q, bu tashqi. Agar ichingizdan o'zingizda men haqiqatan yaxshiman, men chiroyliman, men mana shu ichdagi holatni to'g'rilamasa, tashqarini bezatganingiz befoyda. Bu aksincha ko'payib ketaveradi, go'yoki kamdek. Bu ham ana shu samootsyenkani juda ham pastligi, agar bo'rttirilib ketsa. Xo'p, keling, o'sha o'ziga ishonchi past, samootsyenkasi biroz pastroq bo'lgan ayollarimizga nima maslahat berasiz? Yechimini topib bering. Ularga yuqoridagi texnikalardan tashqari yana nima qilishlari kerak? Nimaga e'tiborliroq bo'lishlari kerak? Birinchi bo'lib bilsinki, bu hozir aytib o'tgan texnikam ham ishlaydi. Siz chiroyli ekanligingizni va sizni yaxshi ko'rgan inson tashqi ko'rinish qisman rol o'ynaydi. Ishoning, u kimgadir yoqmoqchida, balki turmush o'rtog'igadir, boshqa. Mana shu tashqi ko'rinishdan oldin ozgina ilmga, gap so'zga e'tibor qaratsangiz, bu ko'proq tortadi insonni. Va mana shu o'qishini, o'rganishini, o'ziga yangiliklar kiritishni, sport bilan shug'ullanishni tavsiya berardim. Mana shu, chunki samootsyenkaning eng sog'lom ko'rinishi bu ilm o'rganish, ya'ni men yangiliklar o'rganishim. Haqiqatan ham agar siz biron bir mavzuda bemalol suhbat qura olsangiz, siz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yaxshi bo'ladi. Misol, kimdir mashina haqida gapirsa, siz bilmaysiz, nima haqida gaplashyapti. Kimdir shirinlik haqida gaplashsa, men bilaman. Kimdir mana shu ilm haqida gapirsa, o'z fikringizni bildira olsangiz, siz shunaqangi ham samootsyenkangiz oshadiki, buni ham fikri bor ekan, buni ham eshitsa bo'lar ekan. Mana shunday.
Rahmat. Demak, azizlar, siz Toshkent telekanalida Taskin loyihasini tomosha qilyapsiz. Biz jonli efirdamiz. Qandaydir psixologimizga savollaringiz bor bo'lsa, har qanday mavzuda murojaat qilish imkoniyati bor. 71 kodi bilan 244 0141 raqamlarimiz ishlab turibdi va bir inson qo'ng'iroq qilib savol qoldiribdilar. Aynan sizdan so'rashimizni iltimos qilganlar. Turmush o'rtog'im avariyaga uchrab, to'shakda yotib qolganlar. O'jarliklari bor, 54 yoshdaman, ularga qarab kuchim qolmayapti, asablarim tamom bo'lyapti, menga qanday maslahat bera olasiz? Demakki, tushkunlikka tushib qolganlar, savoldan ham bilinib turibdi. Bu holatda turmush o'rtog'ingizni mana shu to'shakka mixlanib qolgani albatta ayanchli, lekin mana shu sizni yonida turganingiz, uni qo'llab-quvvatlaganingiz, ishoning judayam unga katta quvvat beradi. Lekin aytiladi-ku, kasal emas, kasalga qaragan kasal, ya'ni ruhiyatlarida zo'riqish bo'lyapti. Endi sizda bitta eng ishlangan aniq yo'li bor, bu mana shu turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli bo'lishni o'rganish. Mana shu insonni boricha qabul qilish. Mana shu vaziyatda o'zingizni kichkina olamchalaringizni yaratish. Yo'q, endi turmush o'rtog'im to'shakka mixlanib qoldi. Endi bilmayman qanday holat, balki yuradilarmi, yurmaydilarmi. Agar yurmasalar, endi bir umr ularga qarayman. Yo'q, mayli. Ularga qarang, mehringizni, sevgisini bering, muolajalarni qiling. Lekin bu orqali siz o'zingizni, olamingizni unutmang. Bu ana shu dugonalar, bu sayr, bu sayohat, o'rningizga kimnidir qo'yib turing, opingizni, aka-ukalarini, ya'ni shu vaziyat bilan baxtli bo'lishni o'rganish kerak. Dilafruz, mana shu jarayonda ko'ngilga sig'armikan shu narsa? Albatta. Bu ayol tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, mana shu jarayonda qanaqa qilib chiqib ketishi mumkin? Boshi etapda ko'ngilga sig'maydi deb o'ylaysiz. Ya'ni boshi etapda shok, siqiladi, lekin depressiya, albatta asabiylashish, stressdan keyin depressiyaga aylanadi, lekin buni iloji, buni yechimi ayol kishi o'zini boshqa narsada ham chalg'itish. Bu degan bularga befarq bo'lmang, bemorga degani emas. Shunchaki sizni go'yoki og'rig'ingiz, hayotingiz bu bilan o'tib ketish kerak emas. Bunday insonlar, bilasizmi, agar siz bir umr umumiy qilib aytyapman, biron bir bemorga qarasangiz, yillar yutqizsangiz, 10 yil, balki 20 yil, 5 yil sizda isyon bo'ladi. Yoshligim ketdi, sog'lig'im ketdi. Men yaxshilik qilmoqchi edim. Bu yerda ichida isyon. O'shaning uchun boring, sayohatga boring. Bu sayohat degan chet elga emas. Mana bir kunga ertalabdan kechgacha piknikka chiqing, dugonalaringiz bilan uchrashing. Mana shunday. Aksincha, sizni holatingiz, kayfiyatingiz turmush o'rtog'ingizga ta'sir qiladi. Ayol kishining holati, ruhiyati shundoq turmush o'rtog'iga ta'sir qiladi. Agar siqilib, yig'lab, qachon tuzalar ekansiz, mana deb asabiylashib o'tirsangiz, ishoning, u ham o'sha ayolning yonida yukdek his qiladi. Ya'ni yanada bu vaziyatni og'irlashtiryapti. Shuning uchun imkon qadar o'zingizni qo'lga oling. Dunyo go'zallik bilan, imkoniyatlar bilan mavjud. Agar inson istasa, har qanday vaziyatda o'ziga udobstvo deydi-yu, qulayliklar yaratib oladi. Shuning uchun yozib chiqing, nimalar meni xursand qiladi. O'sha ishlarni turmush o'rtog'imga ham qarayman, muolajani ham qilaman, sevgini ham, mehrni ham beraman, o'zimni ham hayotimni chiroyli qilib davom ettiraman, u bilan birga. O'zimni ham unutib qo'ymayman. Albatta. Va navbatdagi savolim, muvaffaqiyatsizlik yoki tanqidga uchraganda ichki ishonchni saqlash uchun qaysi metodlarni qo'llash mumkin? Birinchi bo'lib, bu umumiy qilib aytilgan vaziyatga qarab, agar bu kuchli biron bir tushkun ahvoldagi inson bo'lsa, ya'ni kimdadir hammani olish har qanday, kimdir yengil vaziyatlarni qabul qiladi, kimdir qiyinroq,
har bitta insonning fikri unga muhim. Endi men haqimda nima deb o'ylashadi? Men yutqizib qo'ydim, men sharmanda bo'lib qoldim, men tushib qoldim pulga. Hammani kimdir oson, hech qisi yo'q. Kimdir qiyinroq. Ana shu holatda tavsiya qilardim, ruhiyatingizni o'zgarishmi, insonlarga qo'shilgingiz kelmayaptimi? Psixologga borish, ya'ni imkon qadar. Chunki siz vaziyatni bir tarafdan ko'rasiz, mutaxassis esa sizga har qanday tarafdan ko'rsatib beradi va aslida bu keyingi etapga o'tish. Siz yutqizmadingiz, siz shunchaki tajribaliroq bo'ldingiz. Mana shuni tushuntirib beradi. To'g'ri aytyapsiz, shunday insonlar bor. Haqiqatdan ham ko'pgina o'sha muvaffaqiyatsizliklarni, hayotda uchraydigan qiyinchiliklarni yengil qabul qiladi. Bor shunday insonlar. Kimdirlar esa qabul qila olmaydi. Asabi, sog'lig'i ketadi. Lekin biz hozir gapirishimiz oson. Ularga o'sha payt qanchalik qiyin bo'ladi. Bir og'iz gap bilan yoki bo'lmasam shundaydir psixologiyada metod bormi, texnika bormi? Mana shu narsani qiladilar-u, ichki xotirjamlikni ular tuyadilar. O'zi umuman o'sha psixologiya yordam beradimi ularga mana shu jarayonda? Psixologiya yordam beradi, ya'ni insonni ichki holati bilan ishlanadi, kayfiyati, ruhiyati bilan ishlanadi, lekin bitta aniq metod yo'q, mana 100% bitta shablon yo'q. Buni qilsangiz mana bunday bo'ladi. O'shaning uchun o'sha yana aytayapman, og'rig'iga qarab. Balki o'zini o'zi tiklab olishi mumkin. Biling, har qanday vaziyat o'tadigan holat. Siz bir umr xursand bo'lib yashamaysiz, bir umr xafa bo'lib yashamaysiz. Ya'ni mana shu og'riqli kuningiz ham o'tib ketadi. Birinchi bo'lib mana shunday. Agar siz o'zingiz istamasangiz, sizga yordam berishlarini, ya'ni siz botqoqda turaverasizda, qo'lingizni bermaganingizdan keyin sizni tortib olib bo'lmaydi. Ba'zi insonlar bor, u tegmaydi menga deydi. Shunga ham ruxsat berish kerak. Mayli, yig'lab olsin, siqilib olsin, 3 kun siqiladi, 1 hafta siqiladi va hayot davom etadi. Bola chaqa boqish kerak, turish kerak. Har qanday inson o'zi xohlasa turadi va hayotini davom ettiradi. To'g'ri, bu yerda yaqinlarining ko'magi juda ham katta rol o'ynaydi. Aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa juft haloli. Juda ham erkakda muammo bo'lsa ayolda, ayolda muammo bo'lsa erkaklar, ular bir-birini qo'llab-quvvatlashi mana shu eng katta yechimlardan bittasi deb o'ylayman. Agar har qanday tupikka deydi-ku, har qanday to'siqlarga tushib qolsangiz, ya'ni muammolarga kirib qolsangiz, yoningizda shunday sizga ishonadigan inson bo'lsa, hali hayot bor ekan deb yana nimadir umidlar uyg'onadi. Sizga yoningizdagi inson, hamrohingiz juda katta rol o'ynaydi. Mana shunday. Ko'proq o'sha insonga suyanishni tavsiya beraman. Psixologlarchi, psixologlarni o'zlari bunday vaziyatdan qanday qilib chiqib ketishadi? Har bitta insonda har xil holat bo'ladi. Ya'ni aytiladi-ku, vrach o'zini o'zi operatsiya qila olmaydi, ya'ni shifokor o'zini o'zi operatsiya qila olmaydi. Xuddi shunday psixologlar ham bir-birlaridan konsultatsiya olishadi, ya'ni supervizor deyiladi. Biz ham agar qandaydir vaziyatda og'riqli mavzular bo'lib qolsa, biz ham bir-birimizdan konsultatsiya olamiz. Bizani yengilroq o'tishimiz bu bizning yutug'imiz. Ya'ni oldin 1 oy yo 4 kun yig'lab yurgan bo'lsak, hozir esa 1 soat yig'laymiz, balki 4 daqiqa yig'laymiz, o'tib olamiz. Ya'ni osonroq vaziyatlarni qabul qilamiz. Tushunarli, rahmat. Azizlar, siz taskin loyihasini tomosha qilyapsiz, psixologimizning fikrlarini eshityapsiz. Qaysidir ma'noda o'zingizga xulosa chiqarayotgan bo'lsangiz, albatta biz bundan xursandmiz. Bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 71 kodi bilan 244 0140 raqamlarimiz ishlab turibdi. Jonli tarzda o'zingizni qiynayotgan muammolaringiz bor bo'lsa, Dilafruzxon ularga javob berishga, maslahat berishga albatta tayyorlar va shu o'rinda sizga qayerga murojaat qilishlari mumkin? Iltimos qilamiz, manzillarini ham chiqazib berishingizni, hurmatli rejissyorimiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda ham faollar mana bu yerda yozilib turibdi. Dilim psixolog, mana shu demak profilga kirsangiz, albatta ular bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor. Telefon raqamlarini aytgingiz kelsa, aytishingiz mumkin. Mana telefon raqamlari ham chiqdi, azizlar.
Demak, barcha ijtimoiy tarmoqlarda dilim psixolog. Albatta, dilim psixolog. Agar hayotingizda qandaydir tushunmovchiliklar, muammolar, erkak ayol munosabatlarida, ayniqsa ayollar bilan ishlayman, ayollarda ruhiy tushkunlik bo'lsa, yordam berishga tayyorman. Dilim psixolog Instagram, Telegram va YouTube kanallarida borman. Va navbatdagi savollar juda ham bisyor. Dilafruz, o'zini doimiy solishtirib, tanqid qiladigan insonlarda qanday terapiya yo'llari samarali hisoblanadi? O'zini solishtirish demak, men deyarli keraklicha yaxshi emasman deganida. Ya'ni men keraklicha yaxshi emasman. Bundanda zo'r bo'lishim kerak. Birinchi bo'lib juda qiziq, texnikalar juda ham ko'p, qaysi birini aytishni ham hayronman. Birinchi bo'lib biling, o'zingizni solishtirganingizda siz undan pastligingizni, qo'lingizdan hech narsa kelmayotganligini tan olayotgan, yutqizayotgan insonsiz. Bo'lishi mumkin emas inson har jihada pastga tushishi. Sizni boya aytgandek, kuchli taraflaringiz juda ham bisyor. Shunchaki ana shu etapda siz go'yoki mana oxirgi vaqtlarda siz bergan savolingizni o'ylantirib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarni ko'p ko'rgan ayollarni kuzatdim. Chunki ular boshqalarning hayotini ko'rib, nega menda unday emas degan fikr uyg'onib, o'zini hayotini, tashqi ko'rinishini solishtirishni boshlayapti. Biling, har doim aytaman, bu tanganing bir tarafi, boshqa tarafini bilmaysiz. O'shaning uchun qaror qabul qilishga shoshilmang. O'zingizni, yaxshi taraflaringizni o'zingizga eslatib o'ting va iboralar bor, o'zingiz uchun aytishingiz mumkin. Agar nimadir bajardingiz yoki ko'ngildagidek bo'lmadi, ha, men shunday ham bo'lishim mumkin. Yoki sizni kimdir xafa qildi, o'xshatmading, qila olmading, eplaganingdek qil yoki o'sha ichingizda aytishingiz mumkin yoki o'zlariga men shunday ham bo'lishim mumkin. Bu ham samootsyenkani, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Ya'ni siz qabul qilyapsiz, menga ruxsat. Inson xato qilishi mumkin. Xatoni qayta takrorlash bu ahmoqgarchilik deyiladi-yu, ya'ni bilib turibsiz, lekin xato bu tajriba. Tushunarli. Xo'p, ota-onalarga qanday maslahat berasiz? O'sha farzandlarini o'sha yoshligidan, bolaligidan samootsyenkasini, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashi yoki bo'lmasa uyg'otish uchun nimalarga e'tiborli bo'lishlari kerak? Va yana o'g'il bola bilan qiz bolani orasida ham farq bormi? Mana shu samootsyenka mavzusi borasida. Albatta bor. Samootsyenka ko'proq qiz bolaga, boya aytganimizdek, erkak kishida, o'g'il bolalarda samootsyenka o'ylantirmaydi. Erkak kishi bilasizmi, qorinchasi bo'lsa ham, soqollari bo'lsa ham hech tashqi ko'rinishdan xunukman deb o'ylamaydi. Ayol kishi ozgina vazn yig'sa, o'zini xunuk deb o'ylashni boshlaydi. Dilafruz, keling, mana shu fikringizni yodingizda saqlab qoling. Bizga qo'ng'iroq qilib tushgan tomoshabinimiz borlar, ularni ko'p kuttirmaymiz, ular bilan bog'lanamiz. Undan so'ng yana suhbatimizni biz davom ettiramiz. Hurmatli tomoshabin, siz Taskin loyihasiga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'zlaring yaxshimi? Borlaringga shukr. Shunaqa chiroyli efirlar ko'rib qoldim. Biroz kutayapman. Men 34 yoshdaman. 3 nafar farzand, 2 qiz, 1 o'g'ilning onasiman. Meni orzularim, maqsadlarim, niyatlarim juda ko'p. Mas'uliyatli o'zimda bo'lganim uchun bulardan ruhan men boshlab keta olmayman. Hech qanday kuchim yo'q. Ruhan o'likka o'xshaydi-da, yo'q, o'lik deb tushuntirmang. Shunga meni orzularimni boshlab ketishim uchun men o'zimni yig'ishtirib olib, qaysidan boshlanishni bila olmayapman. Tartibi buzilib ketdi. Shundan yordam so'rayapman-da. Hozir bir daqiqa telefon go'shagini qo'ymasdan turasiz. Savolni tushundingizmi, Dilafruz? Ozgina tushunarsiz bo'lyapti. Menimcha. Yana bir boshdan sizdan bilib olsak. 3 nafar farzandning onasisiz. Nima muammo bo'lyapti? Sekin, shoshilmasdan, tushunarli qilib gapirishingiz mumkin. Menda mana shunday ayol kishimiz chiroyli yashashim uchun maqsadlarim, rejalarim, mana kunlik tartibli bo'lishim uchun hammasi buzilib ketdi. Ruhim qandaydir
kela olmayapman-da. Mana shu maqsadlarimga, niyatlarimga, orzularimga erisha olmayapman-da. Shunaqa ketishim uchun qandayki shunaqa men yo'l topa olmayapman. Tushunarli. Rahmat. Ana endi esa malakali psixologimizning maslahatlarini, tavsiyalarini eshitasiz. Ya'ni kim rejalarim juda ham ko'p, lekin birontasini qilishga qo'lim bormayapti. Nima uchun deyaptilar? Savollarni tushundim va rejalar, maqsadlarim ko'p, qanday ularni amalga oshiray. Sizga texnika berishim mumkin, juda ham samarali ishlaydi. Mana shu maqsadlaringizni yozing. Birinchi bo'lib ikkita qiyinni yozing va ikkita osonini yozing, bitta qiyinni yozing. Yana shunday davom ettiring. Ikkita osonini yozing, bitta qiyinni yozing. Maqsadlarni bilasizmi? Katta qo'yib olamizda, rejalarni katta qo'yib olamiz. Misol uchun, aqlga bu qo'rqinchlik. Voy, buni qachon qilaman? O'shaning uchun agar siz yozing, bir 50 tacha yozing. Tushundingizmi? Ikkita oson, bitta qiyin. Misol, osoniga nima? Ertadan vaqtliroq turaman. Uyimni oddiy uborka qilaman. Oddiy. Qiyini sayohat, misol. Yana osoni, bugundan boshlab kitob o'qiyman. O'qisa bo'ladi, uyda bor-da. Yana osoni, farzandlarim bilan yarim soat vaqt o'tkazaman. Qiyini nima? Biznes boshlayman, misol uchun. Qanday o'zingizga mosini? Mana shu har kuni ana shuni yozganlaringiz ro'yxatini osonlarni bajarib o'chiring. Aql buni o'chirayotganingizda uddalasa bo'larkan degan fikr bo'ladi va o'z-o'zidan qiyin deb o'ylagan maqsadlaringiz ham amalga oshadi. Bu sinalgan texnikalardan bittasi. Ya'ni birinchidan ro'yxat bor, aniqlik bor, men nima xohlayman, nima istayman, qanday o'ylaysiz, qachon uni qila olaman? Yo'q, bularni qilyapman-ku, demak buni ham uddalayman. Ko'p ayollardan sinalgan usul hisoblanadi. Mana shuni ham sizga tavsiya qilishim mumkin. Qancha vaqtda natijalarini ko'rishlari mumkin? Har kuni natijasini ko'radi. Har kun, chunki har kuni o'chirib boradi-ku kichiklarini. Har kuni. Qachon mana ertadan parhez qilaman. Mumkin qilsa bo'ladi. Uni o'chiradilar. Bularni ko'rib samartsenka ham oshadi, shuning uchun ishni ham uddaladim, samarali bo'ladi. Haqiqatan ishtiyoq ham, energiya ham keladi. Albatta. Va maqsadni qo'yganingizda maqsad qolib ketish kerak emas. Mana orzu bilan maqsadning farqi bor. Orzu xayollaringizda qolishi mumkin, lekin maqsad aniq vaqti, kuni, kichkina qadamchalari, nima qilsam o'sha uyni olaman, nima qilsam o'sha mashinani olaman, nima qilsam ana shu joyga ishga kira olaman. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qadamlarim bor. Shularni ham yozsangiz bo'ladi. Ya'ni maqsadim aniq va unga boradigan qadamlarim. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda biz ozgincha tanaffus qilib olamiz. Aziz tomoshabinlar, bizda reklama vaqti. Undan so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Sevimli burgerlar, tovuq oyoqchalari, pizza 40% gacha chegirma bilan. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Tim hammaga yetadi. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Azizlar, mana tezda biz qaytdik. Efirda taskin loyihasi. Biz jonli tarzda ushbu loyihani taqdim etyapmiz va mana shu jarayonda bizga yana bir tomoshabin qo'ng'iroq qilib tushdilar. Marhamat, sizni o'rayapmiz. Allo, assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizlarni Bu jarangdor tomoshabinimizning ismlari, agar sir bo'lmasa. Men ismim Guli. Tanishganimizdan xursandmiz. Ha, yoshim 44 da. Farzandim to'g'risida savol bermoqchiman men. Marhamat. Farzandim 8-sinf. 15 ga kirdi deyarli.
ko'p narsani esdan chiqarib qo'yadi. Ish buyursam chala qiladi, keyin esdan chiqib qoladi. Xayol o'zida emas. Yana nima? Haligi yosh bolaga o'xshaydi xarakterlari. Hali yosh bola-ku. Yo'q, 8-sinfda qolmasdi. Haligi shu 3-4-sinfda bolasiga o'xshaydi. Aytgan ishingizni vaqtida qila olmaydi. O'g'il bola? O'g'il bola. 8-sinf deyapsiz. Demakki, 13-14 yosh atrofidalar. Ha. Juda ham yaxshi. Savol tushunarlimi? Savolingiz yo'qmi tomoshabinimizga? Yo'q. Demak, endi javobni eshitasiz. Marhamat. Birinchi bo'lib bolani yoshiga e'tibor berish kerak. Bolani yoshi 14 yosh oralig'ida, 13-14. Bu yerda подростковый mahal, ya'ni o'smirlik davri. Hamma bolalarda mana shu siz aytgan etaplar bor. Tushunmaslik, qaysarlik, ishni vaqtida bajarmaslik, gap qaytarish, ya'ni biz o'ylaymiz gap qaytardi, yo'q, aslida o'zini fikrini bildirishni, o'zini shaxsiy chegaralarini qo'yishni o'rganyapti. Ya'ni shaxs deb qabul qilishlarini xohlayapti. Oldin o'smirlik davri, ya'ni подростковый возраст 14, 15, 13 da bo'lsa, hozir hatto 9-10 dan boshlanyapti va 21 yoshgacha hattoki davom etyapti. Albatta. Va mana shu jarayonda shu narsani ham aytib o'tib keting, aytayaptilarki, o'zini yosh boladek tutadi, ya'ni 3-4-sinf bolasidek tutadi. Bu ham o'sha o'smirlik davridagi o'zgarishlarga kirishi mumkinmi? Xavotir olyaptilar-ku. Agar ayni 3-4-sinf, ya'ni 3-sinf qanday ular uchun umuman sizga bee'tibor bo'layotgan bo'lsa, balki o'sha e'tiborni xohlayotgandir bola. Bolaligini qilgisi kelayotgandir. Bo'lishi mumkin. Agar ruhiyatida haqiqatan ham gaplarida e'tiborli qarating, gap so'zlari joyida bo'lmasa, bolalar mutaxassis, bolalar psixologi olib borsangiz bo'ladi. Tavsiya berardim, agar haqiqatan 3-sinfdaqa dunyo qarashi desangiz. Lekin agar nimadir esidan chiqayotgan bo'lsa, qaysar bo'lsa, bu o'smirlik davri, подростковый возраст, bu o'tadigan davr. Xo'p, u uchun nimalar qilish kerak? U uchun biling, bu davrda ular ko'proq meni tinglashsin va meni tan olsin deydi bolalar. Biz nima deymiz? O'zim qilaman yoki sen eplay olmaysan. Bolani o'zini shaxsiyatini doim itaramiz. Imkon qadar bola bilan suhbat qiling. Sizga savol, suhbat nima bilan? Men gaplashaman, shundoq ham kun bo'yi deyiladi ayollar, o'zimiz ham yo'q. Sen nimani istaysan? Kuning qanday o'tdi? Do'stlaring qanday? Do'stlarni chaqiring, mehmon qiling, biling uni do'stlari kim. Mana shunday bilan do'stona, qanday film, qanday ranglar yoqadi senga. Xuddiki tepadan emas suhbatni, mana do'stona suhbat quring. Agar har kuni 20 daqiqa choy ustida gaplashsangiz bo'ladi, shirinlik ham 20 daqiqa gaplashsangiz, ishoning, bola sizni aytganingizni qiladi, bola sizni ishonsa bo'ladi-da. Bizda ko'pincha nima bo'ladi? Talab qilishing kerak, katta bo'lsang kimga o'xshaysan? Yo'q, imkon qadar bola bilan suhbat. Sen yaxshi ko'raman, sen yaxshisan. Bitta narsani xato qilib qo'ysam, hech qisi yo'q, boshqachasiga qilib ko'rasan. Mana shunday imkon qadar suhbatni ko'paytirsinlar. Ya'ni do'stona. Bu iliqlikni, munosabatni, ayni nimada og'riqligini, nimaga sizga yorila olmayotganligini ham sekin tushunib olsangiz bo'ladi. O'zi haqiqatdan ona bilan bolaning o'rtasiga aslida psixolog kerak emas. Aslida agar ruhiyatida, sog'lomligida sog'lomsizlik bo'lmasa, suhbatning o'zi ko'p narsaga ayonlik beradi. Bolalar juda ham ko'p savol berishni boshlaydi, bilasizmi? Shu 5-6 yoshdan boshlab ketdi, bu yog'i 8, 9, 10 ko'pincha biz o'zimiz bilan band bo'lib, savollariga javob bermaymiz. Lekin ular dunyoni siz orqali o'rganyapti, ya'ni ona orqali. Va o'zingizga ham e'tiborli bo'ling derdim bu mijozimizga. Sababi ayolning holati ham, ya'ni onaning ruhiy holati ham bolaga ta'sir qiladi. Agar jizzaki, asabda bo'lsangiz, bola buni aks ettiradi. Tushunarli.
Ana endi esa yuqoridagi fikrlarimiz chala qolib ketdi. Aynan o'sha qiz bola va o'g'il bolaning samootsyenkasi haqida, ya'ni o'ziga o'zi ishonchi haqida. Ota-onalar mana shu jarayonda qanchalik e'tiborli bo'lishlari kerak? Qiz bolaga qanday yondashish kerak bu jarayonda, o'g'il bolaga qanday yondashish kerak yoki bir xil bo'ladimi yondashish? Yo'q, bir xil emas. O'g'il bola boshqa olam, qiz bola boshqa olam. Ikkalasida ham birinchi bo'lib qoida ularning shaxsiyatini qabul qilish. Ya'ni ba'zida qo'pol so'zlar bilan o'g'il bolaga o'xshagan, o'g'il bolamisan? Yo'q, buni erkak u o'g'il bolaligidan uyalib qolish kerak emas. Bolacha kichkina bo'lsa, yig'lama, qiz bolaga o'xshab, yo'q, yig'lasin. Bola kichikmi yig'lasin, emotsiyasini ko'rsata olsin, yop jim imkon qadar va o'g'il bolaga qilgan ishlariga maqtov bo'lish kerak. Yo'q narsaga emas. Biron bir ish qildimi, medal oldi, baho oldi, otasiga qarashardi, onasiga qarashardi, qo'y qanaqa sportsmensan, qanaqa zo'rsan, qanaqa kuchlisan, imkon qadar erkaklik jihatini, sifatini rivojlantiradigan narsalarga e'tibor qarash kerak. Sportlarga mana shu. Qiz bolani esa shunchaki go'zalsan, shunchaki yaxshisan, shunchaki mana shu boya aytganimizdek samootsyenkani pastligi bolani biz bilmasdan erkalatamiz. Semizroq qiz bo'lsa pompalog'im, mana shunday so'zlar bilan, lekin qiz bolaga bu yoqmas ekan, ya'ni men semizman degan fikrni uyg'otar ekan yoki o'g'il bolaga o'xshaysan, o'g'il bola bo'lib tug'ilganingda boshqacha bo'lardi. Ko'p ayollar bilan ishlaganman, meni o'g'il bola, mana shu gaplari uchun, ota-onaning gaplari uchun meni o'g'il bola bo'lib kutishgan ekan deb hatto yig'lashgan ham. O'shaning uchun sen qiz bolaliging go'zalsan, qiz bolasan. Ayniqsa qiz bolalar onadan ko'rib ana shu bo'yanishni istaydi, chiroyli kiyimlarni kiyishni istaydi. Ona shu paytda qattiq urishadi, ota ham yoki qishda chiroyli ko'ylaklarni kiyib oladi, u mehmonga edi deydi yoki yozda qish kiyimlarini. Yo'q, ruxsat bering. Qiz bolaga hattoki detskiy parfyumeriya deyiladi, bezarar, qizlar uchun. Bezarar. Ha, u uni ishlatib ko'rsin. Qiz bolaligini u his qilib ko'rsin. Ana shu ko'ylakchasini kiydimi, bayramga bo'lgan kiysin, maza qilsin, oynaga qarab go'zalligini ko'r. Yo'q, mehmonga kiyasan emas, ana o'shanda samootsyenka shakllanadi. Ana o'shanda qiz bola men chiroyliman, men kerakliman degan hisni beradi. O'sha necha yoshdan cheklovlarni qo'yishimiz kerak? Bolalarda ham, qizlarda ham. Ya'ni yo'q deya olishimiz kerak. Mana shu jarayon noto'g'ri deyishni necha yoshdan boshlab uqtirishimiz kerak? Aslida chunki aytishadi-ku, bolalar o'sayotgan davrda xoh u qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, o'ziga ishonchi pasayib qoladi agar yo'q deb aytaversangiz degan gaplarni psixologlar ko'p aytishadi. Biz qachon mana shu jarayonda yo'q deyishimiz mumkin? Necha yoshidan? Nimaga aynan yo'q deyish kerak? Umumiy turli xil mavzularda, misol uchun. Shaxsiy chegaralar degan narsa bor-da. Psixologiyada buni yoshi yo'q. Ayni necha yoshdan bolaga nimanidir bu yo'q, bu ha yo'q. Bola o'sha tilga kirdi, dunyoni o'rgandi. 3 yoshgacha bola dunyoni o'rganadi va 4-5 yoshdan o'sha bolaga o'sha shaxsiy chegaralarni o'rgatsangiz bo'ladi. Nima mumkin, nima mumkin emas, shunchaki bolaga bolacha tushuntirish kerak. Ya'ni buni o'yin misolida tushuntirishingiz kerak. Ya'ni qo'pollik emas, mumkin emas, qandaydir o'yin misolida senga bu hali vaqtli sabablar bilan bola nimaga vaqtliligini bilmaydi. Chunki seni yoshing kichkina, senga bu narsa zarar kelishi mumkin. Mana shunday tushuntirsa bo'ladi. Xo'p, bolalar psixologik travmaga uchramasligi uchun ota-onalar nimalarga e'tiborli bo'lishi kerak? Bolalar psixologik travmasi juda travma degan so'z moda bo'ldi o'zi. Travma yo'q narsa, meni shaxsiy fikrim. Bu darslik. Bu bosib o'tadigan jarayon. Bu bo'lish kerak bo'lgan. Qarang, mana shu jarayonda sizni fikringizni bo'laman. Ko'p psixologlarimiz, misol uchun biron bir muammo bilan psixologning huzuriga boradigan bo'lsa, ha, sizda bolalikdagi travma qolib ketibdi degan gapni aytish ularda urf bo'lganligi uchun ham balki mana shu so'z haqiqatan ham urf bo'lib ketgandir.
hozir aytganimdek psixologiya tomonidan travma deyish urfga kirdi. Bu narsa psixologik mana shunday bosim, og'riqlar, qo'rquvlar bu bor. Bola kichkina, ya'ni hozir katta ayol bo'lishi mumkin, qo'rqib qolgan, uni qo'rqitib qo'yishgan, har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Uni aldashgan bo'lishi mumkin. Ha, bu travma, lekin bu darslik desangiz aniqroq bo'ladi, chunki o'sha mijoz ham qo'rqib ketmaydi. Ha, darslikdan nima qilasiz? Darsni nima qilasiz? Yechim. Ya'ni uni yechishingiz kerak, hisob-kitob qilishingiz kerak. Ya'ni men bu vaziyatdan xulosani olishim kerak. Darslik desangiz osonroq bo'ladi, qo'rqimchilik emas. Ya'ni mana shu og'riqlardan xulosalarni olish. Albatta bolalikdagi travmalar bilan ishlash kerak. Hammasi bilan emas. Buni ishlab tugab bitib bo'lmaydi. Bolaga xos xususiyat xafa bo'lish. Bu norma. Xafa bo'lish, kim xafa bo'lmagan? Hammasidan. Mana shu bola ongi deganda ham mana shu xafa bo'ladigan insonlarni aytiladi. O'shaning uchun ba'zi kuchli bosim, qo'rquv, sababsiz men qo'rqaman deydi. Uyalaman insonlarning oldida gapirishni deydi. Mana shunday insonlar bilan ishlasa bo'ladi. Ya'ni bolalikdagi siz aytgandek bir qancha travmalar bilan ishlasak bo'ladi. Lekin butun bolalikni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu bor, bu bo'lishi kerak. Hech qanaqa ota-ona bunga sababchi emas, ularga buyurilgan mana shu vaziyatdan siz aksincha chaqlanib qandaydir xarakterga ega bo'lyapsiz bu orqali. Tushunarli, rahmat javob uchun. Ayni daqiqalarda yana bir tomoshabinimiz bizga qo'ng'iroq qilib tushdilar. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinimiz. Biroz ovozingizni balandroq qilib gapirasiz. Kuyovgan ayollarni bilan. Yaxshi eshitmayapmiz sizni. Kuyovgan ayollar bilan deyman. Rahmat, mana shunday tarzda gapirsangiz, demak biz bemalol eshita olamiz. Rahmat. Olib kelaylik, mana yoshlar bir-biri bilan o'zini bir-birini ko'rolmasa tura olmaydigan darajada bo'lib, keyin turmush quradi, to'g'rimi? Degan oradan 50 yil o'tgandan keyin 5 sekund bir-biri bilan gaplashsa urushadigan bo'lib qoladi, lekin bir-birini yaxshi ko'radi. Nima sabab? Bu birinchi holat. Shu bir-birini yaxshi ko'rib turmush quradi, turmush qurmasdan oldin bir-birini bir kun ko'ra olmasa tura olmaydigan darajada bo'lib qoladi. Turmush bo'ladi, bola chaqali bo'ladi. Oradan 50 yil o'tadi, bir-biriga dushman bo'lib qoladi. Nimaga? Bu birinchi savol. Qora nega deb savol. Ikkinchi savol sizga. Ikkalangizga ham bo'ladi ikkinchi savol. Ularga faqat har payshanba kun chiqasizlar, eringlar bo'lsa. Aloqa uzilib qoldi chog'i. Demak, birinchi savollar, ikkinchi savolni eshita olmadim. Biz jonli efirdamiz azizlar, shu bois qandaydir texnik sabablarga ko'ra uzilib qolish mumkin. Demak, birinchi savoli juda ham ajoyib savol berdilar. Haqiqatan ham o'rinli savol berdilar. Aytayaptilarki, turmush qurishdan avval qiz va yigit bir-birini juda ham yaxshi ko'rib turmush qurishadi. Turmush qurgandan so'ng vaqt o'tib, yillar o'tib, nima uchun dushmanga aylanib qolishadi? Darrov bir-biridan tezda zerikib qolishadi. Nima uchun? Hamma ham dushmanga aylanib qolmaydi. Deyarli kamchilik. Lekin psixologiyada krizis davrlari bor. Biz o'ylaymizki, to'ydan keyin bo'ldi, hayot go'zal bo'lib ketadi, lekin 1 yillik, 3 yillik, 7 yillik krizis davrlar bor. Ya'ni 3 yil qo'shaverasiz. U degani xuddiki yurak ritmi qanday? Pikka chiqqanda bunday-ku, ekaga xuddi shunday inson etapida bir-biriga moslashuv, xarakterlarni kelishishi. Tasavvur qiling, uyda erkalanib, hamma aytgani bo'lgan, xohlagan vaqtda turgan qiz bolaga birdaniga hamma yumushlar, uy, ro'zg'or, vaqtli turish, ya'ni nimalardir buyuriladi. Albatta, qiz bola bu moslashuv etapi deyiladi, qiyin bo'ladi. U o'ylaydiki, xayolida romantika hayot, sevgi, muhabbat, chunki sevishib turmush qurishgan yo'q. Tasavvurdagi holat bo'lmasdan qoladi. Tasavvurdagi holat bo'lmaydi. Bu aniq. Bu aniq. Chunki birinchi yilda ayniqsa ular bir-biriga xarakterlar bilan moslashishadi. Bu
oilada umuman qoidalar boshqa, qiz bolani oilasida qoidalar boshqa. O'shaning uchun bu yerda ba'zi tushunmovchiliklar bo'ladi. Lekin bu boyaga aytgandek tushadi yana. 1 yildan keyin yana tushadi, moslashadi. Qiz bola turmushga chiqqandan keyin ayol bo'lib homilador bo'ladi, farzandi bilan, ya'ni turmush o'rtog'iga yana mehr, muhabbat bilan munosabatlar yaqinlashadi. Keyin yana 3 yillik etapi yana bu bitta vulqonga o'xshab otiladi. Demak, psixologiyada o'zini vaqti bor ekan. Albatta, krizisga uchraydigan vaqtlar qaysi necha yil oralig'i? 3 yil, 3-4 yil qo'yasiz. 1 yil, 3 yil, 7 yil mana shunday qo'yib boraverasiz. Hattoki 10 yilni ham eshitganman. Albatta. Va qachon to'xtaydi bu holat? Hayot shunday, o'rganish davrlari. Yo'q, hayot shunday, o'rganishlar bilan, ko'nikmalar bilan, yangi ko'nikmalar bilan mana shunday. Doim hatto biz ham boshqacha bizda, mana kecha boshqacha edik, bugun boshqachaman. Oldin boshqa rangni yaxshi ko'rsam, hozir boshqa rangni yaxshi ko'raman. Oldin yemagan taomlarimni hozir yeya olaman, yaxshi ko'raman. Ya'ni meni hattoki vkusimda deyiladi, o'zgarish bo'ldi. Hatto shuning uchun u har bitta inson etapma-etap o'zgaradi. Dunyo qarashi, fikrlashi, bular bu qo'rqinchlik emas. Bu bir-birini to'ldirib yashash degani. Agar bir-biringizni kim ko'proq moslashishi kerak? Ayol kishi, chunki ayol erkakning uyida. Erkak ayolning uyida emas, ayol erkakning uyida. Ayol kishi moslashishi kerak. Endi erkakning uyi ham ayolniki-ku aslida, to'g'rimi? Ha, u unga turmushga chiqqanda, agar erkak kishi bu yoqqa bo'lganda, unga osonroqda o'zingizning uyingiz, hech narsa o'zgarmadi. Shuning uchun moslashuv qiyinroq bo'ladi va moslashishga majbur desak ham bo'ladi. Mana shu jarayonda o'sha baribirga ham qizlarga, ya'ni kelinlarga og'irchilik ko'proq bo'ladi. Biz osongina moslashib ketishingiz kerak deb aytishimiz mumkin, lekin unga kimdir yordam berishi kerak-ku. To'g'rimi? Kimlar oila a'zolaridan ko'proq qo'llab-quvvatlashi kerak? Albatta. Birinchi bo'lib turmush o'rtog'i, ya'ni eri. Chunki ko'pincha o'ylaydi ayollar turmushga chiqqandan keyin albatta qaynona ham katta rolni o'ynaydi. Ya'ni uydagi sarom-sarinjonlik, pishiriqlar, tozalikka qaynona o'rgatadi keliniga. Lekin eng qizig'i o'sha qaynonasidan ko'ra erni aytgan tez oladi. Chunki uni diqqat markazida, fokusda birinchi turmush o'rtog'i bo'ladi, keyin qaynonasi bo'ladi. U aytgan ishni birinchi qiladi. Ya'ni mana shunday, ular psixikamiz shunday, ayollarning psixikasi shunday. Ya'ni turmush o'rtog'iga yoqishdan harakat qiladi, mana shunday. Yordam berish kerak, qaynona yordam berish kerak. Yordam berish kerak opa-singillari bo'lsa, albatta murosa qilib, ba'zi joyda o'xshamasligi mumkin. O'sha paytda qaynonalar jahli chiqib ketish kerak emas. Ovqatlari o'xshamasa, ozodagarchilikka unchalik rioya qila olmasa, u xohlagandek, o'sha 50-60 yoshdagi qaynona o'sha 20 yoshlik u bo'lganda ham o'zi ham mana shunday hamma narsaga ulgura olmagan bo'lishi mumkin, lekin buni esdan chiqazgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun imkon qadar ba'zi joylarda ko'z yumish, ba'zi joylarda o'xshamasa ham ovqatingiz shirin chiqibdi deb qo'yish, keyin alohida o'ziga mana bu yerni to'g'irlash kerak deb qo'yish hammani yonida emas. Tushunarli. Va yana shunday savol kelgan. Demak, ba'zida dunyoga sig'maslik hissini tuyib qolaman. Menda hammasi yaxshi, lekin dunyoga sig'masdan qolaman. Xo'rligim kelib ketadi. Buni qanday to'g'rilasa bo'ladi, debdilar. Dunyoga sig'maslik qolish qiziq. Nega dunyoga sig'may qolish? Shunchalik og'riqli nimadir o'tgan hayotlarida. Og'riq kuchlik bu yoqda. Bu yerda imkon qadar individual konsultatsiyami, nima? Psixologga murojaat qilishlari kerak, a? Psixologga murojaat qilish kerak. Nima sababdan dunyoga sig'mayaptilar? Dunyoga sig'mayapman deganda, ya'ni men butun olamdan xafaman degani. Bo'lishi mumkin, onadan xafa, erdan xafa, ishlari o'xshamayapti, minglab savollar bo'lishi mumkin bu yerda. Tushunarli. Agarda mana shu savolni yuborgan tomoshabinimiz ko'rib turgan bo'lsalar,
psixologga murojaat qilishingiz kerak ekan. Agarda aynan o'sha Dilafruzxonni ko'riklariga bormoqchi bo'lsangiz, ular bilan suhbatlashishni istasangiz, maslahat olishni xohlasangiz, ularning demak biz manzillarini hozir ekranlarda chiqaramiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarning barchasida xuddi shu profil orqali ularni topish imkoniyatiga egasiz va bundan tashqari albatta telefon raqamlari ham mavjud. U telefon raqami Telegram orqali bog'lanishadi. Albatta. Yoki telefon qilishsa ham bo'ladimi? Qo'ng'iroq qilib. Adminlarga telefon qilsalar bo'ladi, ekranda yozilgan. Yordamchilar bor, Albatta. javob beradigan insonlar bor. Demak, mana shu raqamlarga ham qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda mavjud. Aziz teletomoshabinlar, biz jonli efirdamiz. Savollaringiz bo'lsa, albatta bemalol qo'ng'iroq qilib, mutaxassisimizga, psixologimizga savollaringizni berish imkoniyati sizda mavjud. Agarda qo'ng'iroq qilgan insonlar bor bo'lsa, albatta biz ular bilan bog'lanamiz. Va mana shu jarayonda albatta bizga bog'lashadi. Toshkent telekanalida taskin loyihasini tomosha qilyapsiz va suhbatimizni davom ettiramiz. Qo'ng'iroq bizda bor bo'lgan ekan, lekin uzilib qolgan emish. Chunki albatta biz jonli efirdamiz va texnik nosozliklar bo'lishi tabiiy azizlar. Buni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz. Xo'p, adekvat samootsyenka belgilari nimalarda namoyon bo'ladi? Sog'lom samootsyenka. Ya'ni sog'lom samootsyenka. Bu aytib ham o'tdik, ya'ni boshqalarni yutug'ini ko'ra olish, yo'q deya olish, uzr so'ra olish, yoshingizdan qat'iy nazar. Yo'q deya olish qanday holatda, ya'ni? Ba'zida sizni shaxsiy chegaralaringizni buzishlari mumkin. Mana uyalaman deydi-ku, ba'zi insonlar bo'lishi mumkin. Ishdan ketishim kerak, mani ish vaqtim tugadi, misollar qilib gapiraman. Ish vaqtim tugadi, men ketishim kerak, lekin sherigim meni ham o'rnimga o'tirib tur, yo meni vazifamni, meni ham ishimni qilib ber. Mana shu joyda agar sizni uyingizda erizmi, farzandingizmi yoki bog'chadan olish kerak muhim ishlar bor, lekin siz yo'q deya olmaysiz. Xo'p, bu bir marta bo'lishi mumkin, lekin 2, 3, 4 marta bo'lsa, biling, sizni mana shu yo'q deya olmasligingiz, o'zingizni shaxsiy chegaralaringizni qo'ya olmasligingiz, o'zingizni oilangizdagi munosabatlarga borganingizdan keyin kech qolasiz, gap eshitasiz. Mana shu ba'zi joylarda yo'q deya olish. Yo'q deganda to'g'ridan to'g'ri hamma narsaga emas. Mana shu ba'zi joylarda menga to'g'ri kelmayaptimi? Bu meni sog'lig'imga zararmi? Bu meni hayotimga, meni qandaydir hayotimning sifatiga ta'sir qilyaptimi? Ana shunda yo'q deyishim kerak. Tushunarli. Rahmat. Va bizda yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Sizni jonli efirga bog'ladik. Hurmatli tomoshabin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Rahmat. Men Toshkentdan telefon qilaman. Yoshim 40 ta. O'zim oldin davlat ishxonalarida ishlaganman, keyin o'g'il farzandli bo'lganimdan keyin uyda o'tiraman. Menga xo'jayin har oy menga maosh beradi, lekin u maosh menga yetmaydi deyman xarajatlar. Qanaqa qilib ko'proq olsa bo'ladi? Qanday qilib turmush o'rtog'imizdan ko'proq pul olsak bo'ladi? Oldindan rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat savol uchun. Ya'ni turmush o'rtog'imdan qanday pul so'rasam bo'ladi? Demak, turmush o'rtoqlar o'zi aslida maosh to'lab turar ekanlar, lekin u puli yetmaydi. Qanday qilib yana ham ko'proq olsam bo'ladi deyaptilar. Asosiysi pul berar ekan, ya'ni turmush o'rtoqlari pul berib turadi, bu zo'r. Har doim aytaman, pul bermaydigan erkaklar yo'q, pul ola olmaydigan ayollar bor. Ya'ni ayol kishining qalbi ochilsa, erkak kishining cho'ntagi ochiladi. Qalb ochilishi deganda bu sizni shirin so'zingiz, bu qachon, qaysi vaqtda so'rashni bilishingiz, uni daromadiga yarasha, oylik kunlariga yarasha, agar oyligi kelmagan bo'lsa, daromadi past bo'lsa, siz katta summani so'rasangiz, albatta yo'q deyishi, qorni ochligida, jahli chiqayotganda pul so'rasangiz yo'q deyishi, kayfiyatiga qarab, qorni to'g'ligida oddiy shirin so'z bilan so'rasangiz va asosiysi minnatdor bo'lishingiz kerak. Oldin bo'ldi emas, ayna shu olgan pulingizga nimalar sotib oldingiz? Hatto kiyim bo'lsam kiyib ko'ring, qanday zo'rsiz, sizniki barakaliroq, samimiy, asosiysi samimiy bo'lish kerak.
mana shu so'zlar turmush o'rtog'ingizni ruhlantiradi va sizga yana pul bergisi keladi. Tushunarli. Rahmat, javob uchun. Talab bo'lishi kerak emas. Asosiysi mana bizada talabda olib berishingizga majbursiz. Talab qilgan holatda. Mana shunday. Tushunarli. Va bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Mana shu asnoda psixolog sifatida tomoshabinlarimizga qanday maslahat, tavsiya berasiz? Ayni samotsenka bo'yicha bo'lsa, biling, har bittangiz mo'jizasiz, o'zgarishga harakat qilmang. Agar tashqi ko'rinishingizdan qoniqmasangiz, boring, ozgina o'zgartirish kiriting. Lekin biling, sizni qadrlagan inson qanday bo'lsangiz ham sizni bitta yaxshi tarafingizni ushlab, shu bilan sizdan faxrlanadi. Hech kim uchun o'zgarish kerak emas, hammani va o'zingizni imkon qadar boricha qabul qilish kerak. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, doimo ardoqli bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Hafta o'tib, payshanba oqshomida yana sog'lik, salomatlik ila ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.